Amir Temur ibn Amir Tarag'ay 1336-yil 9-aprelda Kesh, Shahrisabzning Xo'jaylg'or qishlog'ida dunyoga kelgan. Uning otasi Amir Muhammad Tarag'ay Barli sulusiga mansub beklardan, bahodir jangchi, ulamoi fuzaloga ixlosmand, ilm ahliga homiy va ishtiyoqmand kishi bo'lgan. Amir Temur farzandlari Muhammad Jahongir Mirzo, Umar Shayx Mirzo, Miron Shoh Mirzo, Shohrux Mirzo, o'g'i Begi xonim, Sulton Baxt Begim. Amir Temur buyuk davlatchiligimiz asoschisi, ulug' sarkarda, nafaqat butun Movarounnahr, balki Yevropa va Rossiya xaloskori hamdir. U asos solgan buyuk Temuriylar imperiyasi faqatgina davlatni boshqarishda emas, ilm-fan, madaniyat, binokorlik sohasiga ham ulkan yuksalishlar olib kirdi. Sohibqiron Amir Temurning shaxsi uning avlodlari bo'lmish faqat bizning emas, balki mintaqamizdagi barcha xalqlarning, butun ma'rifiy insoniyatning boyligidir. Sohibqiron davlatining o'ziga xos belgilaridan yana biri shu ediki, hukmdorligining ibtidosidan intihosigacha uning lashkari bironta cherikdan mag'lubiyatga uchramadi.